PUBG Mobile 2018-yil bir davr boshlandi. Har bir sezon, har bitta Royal Pass millionlab o'yinchilarning xotirasida qola boshladi. Ikkinchi sezondan to 19-sezongacha afsonaviy davrga aylandi. Bugun men sizlarga PUBG Mobile tarixidagi barcha Royal Passlarni va ular o'yinga qachon qo'shilganligini ko'rsatib o'taman. Qisqa introdan keyin videomizni boshlaymiz. Demak, birinchi Royal Pass bizga 2018-yil iyun oyida taqdim etilgan o'sha mashhur quyonga skin va turli xil chiroyli emotsiyalar, kuladigan emotsiyalar va ikkinchi sezon kiyimi deb ataladigan mana shu kiyim bizga 2018-yil birinchi Royal Passda taqdim etilgan. Kimda agarda mana shu skin bo'lsa, tabriklab qo'ysam bo'ladi. Siz juda ham old o'yinchilar qatoridasiz. Shu jumladan o'zimda ham mana shu emotsiyalar va ikkinchi sezonning kiyimlari mavjud. Royal Pass o'sha davrda juda ham ajoyib bo'lgan. Royal Passni 100-o'ringacha ko'tarish kerak bo'lgan. Eng qiziqarli va eng zo'r kiyimlar qarang, birinchi Royal Passda PUBG Mobile'da taqdim etilgan. 2018-yilning avgust oyida esa 3-sezonda bizga navbatdagi Royal Pass taqdim etilgan. Mana shu Royal Passda ham qiziqarli kiyim, emotsiyalar bo'lgan. Hazard Jacket degan set bo'lgan. Mana shu ham old setlardan biri hisoblanadi va mana bu raqs ham 3-sezonda taqdim etilgan. 1800 UC ga Elite'ni sotib olsak bo'ladi. Elite Plus, ya'ni 600 UC ga oddiy Elite'ni sotib olsak bo'lardi. Barcha Royal Passlar 2 oy davomida ko'tarilgan, ya'ni 2 oy davomida o'yinda bo'lgan, har 2 oyda yangilanib turgan. Mana shu Royal Passda ham barcha narsalarni ko'rsatib o'taman sizlarga. Video birozgina cho'zilishi mumkin, shuning uchun yaxshilab o'tirib olib, bemalol televizor oldida ko'rib turganlar albatta videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddaman. Erinmasdan telefoningizni like bosib qo'ysangiz, men sizlarga barcha tarixda qolgan xotiralaringizni eslatib o'tishga harakat qilaman. Demak, bu Royal Passni mana shu davrda olishga hamma harakat qilgan. Bu katta ehtimol, chunki PUBG Mobile'da qo'shilgan ikkinchi Royal Pass bo'lgan. UC'lar taqdim qilingan, lobby kartalar bo'lgan, juda ham qiziqarli. Endi mana shu davrda bu maskalar darajada bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin hozir shunchaki birinchi to'g'rirog'i ikkinchi Royal Passda olingan narsa sifatida qaralishi mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz, oldingi RP'larda nick o'zgartiradigan ID kartalar bo'lgan. Hozir adashmasam Royal Passlarda ID karta yo'q. O'yinga bir hafta kirmaganimiz uchun bizga ID karta taqdim qilishadi. Bu Royal Passni hozir 100-o'ringacha ko'rib o'tamiz. Nimalar bor, nimalar yo'qligini to'liqligicha ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Boya eslatganimdek, birozgina video cho'zilishi mumkin. Diqqat bilan ko'rib chiqamiz. Qani 100-o'ringacha nimalar bo'lgan. Menga yoqqani ana shu raqs emotsiyasi edi. Ana shu raqs emotsiyasi men o'zimda ham bor. Mana bu skin qo'shilgan keyin gap bo'lishi mumkin emas. Katta UC paketlarini arzonga olish uchun biz mana shu saytdan foydalansak bo'ladi. Saytda ro'yxatdan o'tib olib, plus knopkasini bosib, o'zimizga kerakli to'lov turlarini tanlab va mana bu tomonga kerakli summani yozamiz. Katta summa yozib yubormaymiz. Promokod joyiga Ali Gaming deb tersak, bizga 20% chegirma taqdim qilinadi va hisob to'ldirganimizdan keyin pastda keyslar bor. Har bir keysni 10 talik, 5 talik, bittalik aylantirsak bo'ladi. Keyslarni ochib hisobimizga coinlarni yig'ib ko'paytirishimiz kerak bo'ladi, chunki coinlar UC ga almashtirish uchun kerak bo'ladi. Har bir keys ochganimizdan keyin mana bu joyda xuddi Royal Passga o'xshash Bull Pass degan joyi bor. Keys ochganimizda mana shu missiyalar bajariladi va tekinga coinlarni olsak bo'ladi. UC chiqarish uchun chiqarib olish knopkasini bosamiz va hisobimizdagi coinlarni yozganimizdan keyin bizga UC promokod tarzida taqdim qilinadi. Promokodlarni oddiy Midaspay saytiga kiramiz va ID raqam kiritib, akkauntimizga tushirib olsak bo'ladi. Hammasi juda ham oddiy. Xo'p, navbatdagi Royal Passimiz, ya'ni 2018-yil noyabr oyida o'yinga qo'shilgan 4-sezonda o'yinchilarga taqdim qilingan. Har doimgidek 1800 UC va 600 UC ga sotib olsak bo'lardi. Bu Royal Passda ham qiziqarli kiyimlar, emotsiyalar bo'lgan, qiziqarli soch,
Oldinlari Royal Passlar juda ham chiroyli kiyim va emotsiya yoki bo'lmasam yuz, qiyofalar, shunga o'xshash narsalar juda ham ko'p qo'shilgan. Hozirgi davr Royal Passiga qaraganda, oldingi davr Royal Passlari juda ham nima desa bo'ladi, odamga yoqadigan narsalari ko'proq bo'lgan. Emotsiyalari ham qiziqarli bo'lgan, kiyimlari ham, yuzlari ham mana ko'rishingiz mumkin. 4-sezonda qo'shilgan qiz bolaga yuz ko'rinishi. Mana shu yuz ko'rinishi hozir ham o'yinda juda ham obro'si baland. Ayniqsa sochlari ham, yana bitta soch bor, e'tibor bersangiz o'ng tarafda ko'rinib turibdi. Ana shu soch ham juda ham chiroyli ko'rinadi. Oldingi Royal Passlarda yaltir-yultir narsalar ko'p bo'lmagan bo'lsa ham, emotsiyalari, kiyimlari oddiy bo'lsa ham, lekin juda ham chiroyli ko'ringan. Oldinlari nima desa bo'ladi, oddiylikka e'tibor bergan bo'lishi mumkin PUBG Mobile'da, shuning uchun ham kiyimlari balkim esda qolarli bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozir bir balo shoxlar bor, nimadir bir narsalarning qahramonlari, shunga o'xshash skilllar ko'payib ketgan. Biri-birini takrorlab yurganini sababli uncha hech kimni esida qolmayapti Royal Passlar. Masalan, mana shu ayiq kiyimi, bo'ri kalla deyishimiz mumkin. Uni aslida bu ayiq o'zi. Bittada eslaydi hamma. Bu kiyim bilan Viktor tog'amiz qancha kristalliklar qilgan. Bu emotsiyalarni qaranglar, bu emotsiyalar vashshe old emotsiyalar safiga kiradi. Hozir bu Royal Passni ham 100-uringacha ko'rishingiz mumkin. Oldingi Royal Passlarda mifik kiyimlar uncha ko'p bo'lmagan. Keyinchalik mifik kiyimlarni ham Royal Passlarda taqdim qilishni boshlashgan. Oxirgi uringacha ko'ramiz, keyin esa navbatdagi qo'shilgan Royal Passni yana ko'rib chiqishni davom ettiramiz. Demak, 2019-yil yanvar oyida 5-sezonda taqdim etilgan ushbu Royal Pass ham juda ham bomba skilllar qo'shilgan. E'tibor berishingiz mumkin, buni ham har doimgidek 600 va 1800 UC ga kuchaytirib olsak bo'lardi. Bu RPda ham juda ham chiroyli skilllar bo'lgan. Mana bu ikkita shoxlik to'g'rirog'i Batmanni eslatib yuboradigan mana shu kiyim. Adashmasam mifik kiyim edi. Bu Royal Passda o'sha mashhur lednik avtomati yoki bo'lmasam lednik kalash avtomatiga moslangan desak bo'lishi mumkin. Xullas, muzli samolyot mana shu sezonda, mana shu RPda taqdim etilgan. Oldinlari samolyotni olish ham juda ham qiziqarli edi, chunki oldingi samolyotlarni bilsanglar, orqa tomonidan tutunlar ham chiqadiganlari bo'lgan. Hozirgilarda bilmadim bunaqa narsalari bormi yo'qmi, juda ham oddiylashib ketgan hozirgi RPni samolyotlari. Deyarli hech kim qiziqmasa kerak samolyotlarga. Bu Royal Passda 5-sezon sochi deymizmi? Mana shu soch ham taqdim qilingan va oxirida ikkita mifik kiyimni tanlab olsak bo'lardi. Qaysidir bittasini. Navbatdagi sezon, navbatdagi Royal Pass 6-sezonda taqdim etilgan. 6-sezonda taqdim etilgan Royal Passni ham menimcha hech kim esidan chiqarib yubormagan bo'lsa kerak. Mana shunaqangi bir robot kallali bir kiyimga skinlar qo'shilgan. O'zi yillar o'tgan sayin PUBG Mobile'da ham Royal Passlar kiyimlari bir rang-barangli bo'lib boshlagandan sezishingiz mumkin. PUBG'ni nima desa bo'ladi, o'sib borishini, Royal Passlarini ham o'sib borishini bilib, sezib yurgan hamma mana shu sezonda qo'shilgan kiyimlar unchalik wow degan darajada bo'lmagan. Balkim kimgadir yoqqan bo'lishi mumkin, kimgadir yoqmagan. Shaxsan menga mana shu Royal Pass juda ham oddiy tuyulgan. O'sha payti, u payti o'ynagan akkauntimda bunaqangi Royal Passlar bo'lmagan, chunki sababi Royal Pass umuman olishga qiziqmasdim. Mana bu Royal Passdagi dachaga skin, mana shu taniqli skin. Bu skin hozirgi o'ynab turgan akkauntimda bor. Balkim kiyimlar ham bo'lishi mumkin, lekin birinchi o'ynagan akkauntlarimda mana shu Royal Passlar kelgan payti unchalik qiziqmasdik olishga, faqatgina birinchi qatordagi free, ya'ni tekin beradigan joylarini olib o'ynab yurardik. Donatorlarimiz UC'si ko'p bolalar 600 UC donat qilib Royal Passni sotib olishardi va hammaga maqtanib yurishardi. Gap bo'lishi mumkin emas. Tiz cho'kadigan emotsiya ham mana shu Royal Passda taqdim etilgan ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Bu emotsiya ham old way emotsiyalardan bittasi.
menga yoqadi, lekin mana shu RPda qo'shilgan ekan. RPning skillari chiroyli bo'lmasa ham oldinlari emotsiyalari zo'r bo'lgan. Mana shu skin ham bor hozirgi akkauntimda. Gap bo'lishi mumkin emas, buni ham hozir 100-uringacha qanaqangi sovg'alar berilganligini ko'rib chiqamiz. Mana bu sumka ham juda ham chiroyli sumka edi, hozir ko'rsatib o'taman. Mana bomba sumkalardan bittasi. M762 ga skinni ko'rishimiz mumkin. Hozirgi akkauntimda mana shu skinlardan ko'plari bor. M762 ning skini ham bor. Hozir yana sizlarga bitta skinni ko'rsatib o'taman. Video davomida ko'rsataman. Xo'sh, mana bu quyonchali, ya'ni quyon shapkali. Ana shu ham juda ham chiroyli skin. Oddiy kiyimlar qatorida desak ham bo'ladi. Mana bu old way emotsiya. Oldingi RPlarni emotsiyalari juda ham kuchli bo'lgan. Bosh kiyim, mifik bosh kiyim. Oxirida 100-urinda mifik kiyim, mifichskiy kiyim taqdim qilingan. Menimcha deyarli oldinlari Royal Passni hamma 100-uringa ko'targan. Chunki Royal Pass sotib olingandan keyin uni 100-uringacha ko'tarmasa, u Royal Pass hisoblanmasdi. Mana 100-urinda o'sha mifik kiyimni 100 ga ko'tarib Royal Passni qo'lga kiritishgan. ...2019-yil may oyida taqdim etilgan. Mana bu Royal Passda juda ham chiroyli kiyimlar bo'lgan. E'tibor bersangiz, samolyotlarni orqa tomonidan tutunlari chiqadigan bo'lgan. Oldinroq aytganimdek, oldingi samolyotlarning qanotlaridan tutunlari uchgan payti o'yin boshlanganida bilinib turardi. Menda ham hozir bir ikkita shunaqangi samolyotlar bor. Agarda RP'ingiz eng balandi bo'lsa, samolyotingiz chiqsa juda ham chiroyli ko'rinadi. 1800 UC va 600 UC ga sotib olib, Royal Passlarimizni kuchaytirib olsak bo'lardi. Mana shu Royal Passning birinchi urinidagi kaska eng zo'r kaskalardan bittasi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi urinlari ham juda ham chiroyli ko'rinadi. Ana shu kaska menda bor. Oh my god. Tepa tomonida qandaydir antennachasi bor. Juda ham chiroyli ko'rinadi. Bu RPni ham 100-uringacha barcha sovg'alarini ko'rishingiz mumkin. 100-uringacha barcha Royal Passlarda nima narsalar bo'lgan, barchasini o'tkazmasdan sizlarga ko'rsatib beryapman. Sababi shu davrda mana shu narsa shu Royal Passda qo'shilgan ekan degan narsani bilib olishingiz uchun barchasini to'liq holatida ko'rsatishga harakat qilyapman. Shu sababdan video birozgina cho'zilishi mumkin. To'g'rirog'i cho'ziladi. Mifik kiyimlari juda ham chiroyli bo'lgan. Qaysidir bittasini tanlagan holatda olishimiz kerak bo'lgan. Keyin yana qaysidir bo'limidan Royal Pass ochkogami adashmasam shunaqangi tarzda yana qaysidir keysini ochgan holatda bu 3 ta kiyimdan yana qaysidir bittasini, ikkitamida 3 ta kiyimdan qaysidir bittasini yana tushirib olsak bo'lardi. Bu Royal Passda eng zo'r yoqqan narsa shu kaskasi edi. 2019-yil iyul oyida 8-sezonda mana shu Royal Pass taqdim qilingan. Royal Passning birinchi urindan 100-uringacha bo'lgan sovg'alarini ko'rib chiqishingiz mumkin. Birinchi urindayoq bizga skin berilgan. Oldinlari donaterlar uncha ko'p bo'lmagan bo'lsa ham, mana shu Royal Passning o'zidan ham chiroyli kiyimlarni berishgan Royal Passda o'yinchilarga zerikib qolmasliklari uchun. Turli xil RP ochkolari, rang tushirib yubormaydigan kartalar, shunga o'xshash narsalarni o'yinchilarga taqdim qilishgan. Qizil bo'yinboq ham mana shu Royal Passda taqdim etilgan ekan, gap yo'q. Mana bu narsani nimaligini hamma biladi. Bu TDMda yutganimizda mana shunaqangi tarzda qandaydir nima harakat qiladi, emotsiya. Ana shu joyda chiqadigan emotsiya.
va mana shu sezonda taqdim qilingan UAS. Bu shlem Royal Pass'larda ko'pincha juda ham chiroyli shlemlar taqdim qilingan. Hozirgi kunda unchalik darajada chiroyli shlemlar chiqmayapti. E'tibor bering, samolyotni qanotidan tutunlari ko'rinib turadi. Juda ham chiroyli bo'lgan samolyotlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Agarda video yoqib turgan bo'lsa sizlarga do'stlar, mana shu joygacha ko'rib, meni gapimni eshitib turgan bo'lsangiz, bitta like bosib ketsangiz, juda ham xursand bo'lardim. Barchasi sizlar uchun qilinyapti. Bu Royal Pass'ni ham hozir 100-urovinggacha qanday sovg'alar berganini diqqat bilan ko'rib o'tamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'rsangiz, sizda qaysi skin bo'lsa, RPdan chiqqan video davomida ko'rib bilib olishingiz mumkin. Mabodo esingizdan chiqib ketgan bo'lsa yoki bo'lmasam yangi boshlaganlar bo'lsa. Mana bu emotsiyani oldligiga qarang. Oldi emotsiya gap yo'q. Juda ham chiroyli-a. Qaranglar qanday go'zal bo'lgan. Hozir bunaqangi darajadagi emotsiyalarni topish juda ham qiyin. Deyarli chiqmasa ham kerak bunaqangi qandaydir nimanidir bildiradigan harakati juda ham chiroyli emotsiyalar kamayib ketgan. DPga skinni ko'rishimiz mumkin. 8-sezon DPS. 7 kunlik lobbilar berilgan. To'g'ri, lobbi kartalar hozir ham Royal Pass'larda taqdim qilinadi. Tillarang maska, ko'zoynagi tillarang to'g'rirog'i. Bu qanchalik chiroyli bo'lgan, o'zi ustidagi kiyim Nemonikimi, nima balo. Va 100-urovingdagi taqdim qilingan mifik kiyim. Bu ham chiroyli bo'lgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Zato mifik bo'lgan. 2019-yil sentyabr oyida 9-sezonda mana shu Royal Pass taqdim qilingan. Mana shu Royal Pass'dagi deyarli barcha kiyimlar menda bor. 9-sezon kiyimlari desak ham bo'ladi. Sumkalari, yana aytgancha, sumkalarni aytish esimdan chiqib ketibdi. Sumkalar ham oldingi sezonlarda juda ham chiroyli bo'lgan. Mana bu sezonda ham samolyotini ko'rdingiz. Emotsiyasiga qarang, emotsiyalar bombaligiga. Samolyotini tutun chiqadigan joylari bunda ham ko'ringan. Emotsiyasi ham bomba bo'lgan. Oxiridagi mifik kiyimi qandaydir mana shu qilichboz yo samuray desak ham bo'ladi. Yapon samuraylariga o'xshatib ishlangan kiyimlari bo'lgan. Machetasini ham ko'rinishiga e'tibor bersangiz, macheta ham juda ham chiroyli bo'lgan. Tepadigan emotsiyasi ham bor. Hozir mana ko'rsatamiz. Oba. Lobbidan tepib uchirib yuboradigan bu emotsiya bilan juda ham ko'p videolar ishlangan, kimning esida bo'lsa. ...2019-yil noyabr oyida 10-Royal Pass o'yinchilarga taqdim qilingan. Bu Royal Pass'da menga yoqadigan bitta juda ham chiroyli skin bor. Video davomida hozir ana shu skinni ko'rsatib o'taman. To'g'ri, juda ham bir mifichskiy bir balo kiyim emas, lekin turishi o'yinda o'ynaganingizda bir ustida personajingizni juda ham chiroyli turadi. Akkauntning UC'siga e'tibor bering. O'sha paytda 974.593 UC bo'lgan akkauntida normal donater hisoblangan menimcha. Mana shu videoni chiqargan odam. Xo'sh, birin-ketin hozir ko'rishinglar mumkin. Qanaqangi sovg'alar va titullar berishini video davomida mana shu Royal Pass'ni ham 100-urovinggacha nima sovg'alar berilishini ko'rsatib o'taman. Xo'sh, bu skin ham bor, UASga skin, bu samolyotni ham skini bor. Mana men aytgan sizlarga o'sha skin o'tib ketdi. Xo'p, orujalarga mana bu kaska ham juda ham chiroyli bo'lgan. Mana shu kaska ham bor. Xo'sh, bu yo'q. Bu kiyim ham yo'q. Yo, bormidi? Menimcha mana shu sezon Royal Pass'i men akkauntimda 100-urovinggacha ko'tarilmagan. Adashmasam, yana ham bilmadim. 100-urovingdagi kiyimni ko'rishingiz mumkin. PUBG'da oldinlari grafika unchalik yaxshi bo'lmagan, shu sababdan kiyimlar birozgina nima desa bo'ladi, detallari kam, ranglari kam bo'lganligi uchun uncha chiroyli ko'rinmasligi mumkin. Lekin hozirgi PUBG bilan grafikasi bilan ko'rsangiz, mana shu kiyimlar ham juda ham chiroyli ko'rinadi. Hozir kiydirib bittama-bitta Royal Pass'dan bergan kiyimlarni ko'rsatib o'tadi. E'tibor bersangiz, mana shu kiyim juda ham chiroyli turgan-a. Kapshonli bo'lgan. 10-sezon kiyimlari. Chiroyli, gap bo'lishi mumkin emas va bosh kiyimlari ham bor. Xo'sh, bu tomonda mana maskalari. Ana bu kiyim, mana shu kiyim ham 10-sezon RPSdan berilgan ekan.
gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu kaskasi. Kaska ham juda ham chiroyli. Birinchi, ikkinchi urgunining o'zi dahshat. Xuddi Infernoga o'xshab, shoxlari bilan. 11-Royal Pass 2020-yil yanvar oyida taqdim qilingan. 1800 ga Elite Pass Plus'ni sotib olishgan. Mana shu Royal Pass'dagi kiyimni ko'rishingiz mumkin. Menga eng yoqadigan kiyimlardan bittasi shu. Akkauntimda bor. Buni qimirlash ham juda ham chiroyli bo'lgan. Keyinchalik qaysidir bir obnovleniyalarda qimirlashini birozgina o'zgartirib yuborishdi va unchalik chiroyli ko'rinmaydigan bo'lib qoldi. Birinchi chiqqan payti boshqacha qimirlardi ana shu kiyimni past tomoni. Bu Royal Pass'da mana e'tibor bering. Zo'r kiyim bo'lgan shu, mifический kiyim. Emotsiya ham bor mana shu Royal Pass'da. Ana shu emotsiya ham juda ham chiroyli bo'lgan. Adashmasam, balkim shu kiyimni o'ziga mos emotsiya bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu maska lekin shu kiyimniki ekanligini to'g'risi mana shu joyda o'zim ham bilib oldim. Bu maska men akkauntimda bormi yo'qmi bilmadim. Sumkasi bor lekin. Xo'sh, qanaqangi mana bu skоворodka berilgan ekan. Keyin xo'p, qurollardan M416 berilgan. Bu M416 ham bor. Yana qaysi qurollarga skin berilgan? Xo'p, tak, mana bu berilga M762 ga skin berilgan. 12-Royal Pass 2020-yil mart oyida naqd 6 yil oldin taqdim qilingan ekan. 6 yil oldingi Royal Pass'ni ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqangi narsalar hozir Royal Pass'da qo'shilmayapti nimagadir. Oldinlari mana shu narsalar ham qo'shilgan. Xullas, odamlar 600 UC sarflab nima sotib olishganini bilib turgan. Hozir 600 UC sarflasangiz qandaydir bir detski nimalarnidir berib yuradi. Ko'rishingiz mumkin kaskani chiroyliligiga qarang. Mana shu 12-Royal Pass'da ana shu kaska, dachaga yoki bo'lmasam samolyotga skilllar berilgan. Emotsiyalarini qaranglar, bu nimanidir anglatib turadigan emotsiyalar bo'lgan. Qaranglar, juda ham chiroyli. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, mana bu kiyimni 50-urinda taqdim qilingan. Emotsiyasi yana bitta. Bu emotsiya ham qaranglar, vashshe bomba bo'lgan, oxirigacha ko'rsatmadi. Xo'p, granataga skin 100-urinda qanaqangi kiyimi bo'lgan, hozir ko'rib olamiz 100-urindagi kiyimini. 100-urinda mana shu hozirgi ko'rgan rasmni kiyimi bo'lishi kerak, katta ehtimol u ham mifический kiyim bo'lgan. U ham chiroyli, mana ikkitani tanlasak bo'lardi. U ham chiroyli, bomba ko'rinishda bo'lgan. Mana bittasi, keyin mana bunisi chiroyli bo'lgan, qizlarniki. Mana shu chiroyli bo'lgan, hozir ko'rsatadi to'liq ko'rinishini. Menimcha deyarli kimdir ko'rsa, o mana eski kiyimlardan bittasi deyiladigan kiyimlardan bittasi bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin mana shu ustidagi qizbonlarning kiyimi. Mana ko'zi o'chib yonadi. Dahshat, a? Kimda bo'lsa kommentariyaga yozib ketinglar, shu maskasi menda ham bormi yo'qmi? Hozir akkauntimga videoni o'zim ko'rib montaj qilib bo'lgandan keyin ko'rib o'tib ketaman. Demak, 13-Royal Pass 2020-yilning may oyida taqdim qilingan. Birozgina mana shu joyda Royal Passlarda o'zgarish sezila boshladi. Sababi qandaydir nima desa bo'ladi, kosmik deymizmi, o'zga sayyoraliklarni qandaydir kiyimiga o'xshash nimadirlar qo'shilishni boshlab yubordi. To'g'rirog'i PUBG'ni razraботчиклari mana shu narsaga urg'uni bera boshladi. Ya'ni oddiy odamlar kiyib yuradigan kiyimdan ko'ra qandaydir multik qahramonmi shunga o'xshash narsalarni qo'shishni boshlab yubordi. Balkim shundan keyin qandaydir skilllarda tushunmovchilik, ya'ni tushunmasliklar, ya'ni bitta ko'rganda esda qoladigan narsa yo'qolib keta boshladi adashmasam. 50-urinda ham ikkita kiyimdan bittasini tanlab olsak bo'lar ekan. Lekin mana shu RPdagi kiyimni ham ko'rsa, adashmasam bittada bilsa kerak. Bu eski kiyimlardan bittasi desa bo'ladi. Mana shu Royal Pass'ni ham 13-Royal Pass'ni e'tibor bersangiz, o'zi Royal Pass'dagi sovg'alar ko'rinishlari ham, ikonkalari, ya'ni ikonkalarini ko'rinishlari ham o'zgara boshlagan. 100-urindagi kiyimni ko'rishingiz mumkin. Mifik kiyim hisoblangan, ko'rinishi kaskali bir bosh kiyimi bo'lgan, normalniy bo'lgan, chiroyli ko'ringan. Xo'p, bu tomonda esa sumkasi, 3-urin, 1 va 2-urindagi ko'rinishlari. Yaxshi, go'zal bo'lgan. Xo'p, kaskasi ham bo'lgan Royal Pass'ni, tilla rangli kaska bo'lgan. Kaska oddiy
legendarniy kaska bo'lgan. Xo'p, sumkasini ko'rdik. Brelok degan narsa deyarli PUBG o'ynaydigan birorta odamga umuman qiziq bo'lmasa kerak. Xo'sh, bu tomonda mana bu ko'k rangli askarcha kiyimi ham bo'lgan. Buni RP ochkolariga ochib, keyin yuziga ham mana shu sandiqdan aylantirib qo'lga kiritsa bo'lgan. Qo'lga kiritish mumkin bo'lgan. Menimcha mana shu skin ko'plarda yo'q, adashmasam, balkim bordir. Bu tomonda esa dachaga skin bo'lgan. Buni ham RP ochkolariga sandiqdan aylantirib ochsa bo'lardi. Gap yo'q, juda ham chiroyli bo'lgan shu narsalar ham. 2020-yil iyul oyida 14-Royal Pass taqdim qilingan. Bu Royal Pass menimcha juda ham zo'r bo'lgan. Mana shu Royal Pass rostdan ham kiyimlarini, skilllar ham o'zi nima desa bo'ladi, treylerini ko'rgan bo'lsangiz juda ham chiroyli ishlangan. E'tibor bering, qanaqangi zo'r narsalar bo'lgan buni. Kapitan bo'lsa kerak bu kiyim nomi, yana ham bilmadim. Hozir nima yozilganda ko'ramiz. Yoki nomini bilganlar kommentariyaga yozib ketsin. Mana bu bitta skin, keyin mana bu emotsiya, shu emotsiyani Royal Pass chiqqan payti tekinida berar ekan. Voh deb xursand bo'lib, sheriklar bilan o'ynab yurgan payti tekinida berar ekan deb olgandik. Kiyimini olish akkauntimda nasib qilmagan. Hozirgi akkauntimda bormi bu kiyim? Adashmasam bo'lishi mumkin, yana ham bilmadim. Ko'rinishi juda ham chiroyli bo'lgan. 3 ta skin taqdim qilingan, adashmasam mana shu Royal Passda. 3 ta skin bo'lgan. Emotsiyalarga qaranglar. Oh my god. Oxiridagi hozir 100-o'rindagi mifik kiyimini ko'rsatib o'taman mana. 100-o'rindagi mifik kiyimi. Bu ham chiroyli bo'lgan. Xo'sh, 15-Royal Passga ham yetib keldik. 15-Royal Passda bizga nimalar taqdim qilinganini hozir ko'ramiz. 2020-yil sentyabr oyida taqdim qilingan bu Royal Pass. Bu Royal Passda ham mifik kiyimi chiroyli ko'rinishda bo'lgan. E'tibor bersanglar bo'ladi. Smoke, granata, shunga o'xshash skilllar berilgan. Yig'laydigan emotsiya ham 15-Royal Passda qo'shilgan ekan. Barcha 100-o'ringacha bo'lgan barcha sovg'alarni birma-bir ko'rib eslab o'tsangiz bo'ladi. Mana bu kiyimni 30-o'rinda taqdim qilishgan ekan. O'zi sekin e'tibor bersangiz, Royal Passlardagi rang-barangliklar ham yillar o'tgan sayin o'zgarib hozirgi darajagacha yetib kelgan. Samolyot ko'rinishi, bu samolyot menda bor. 15-Royal Passning samolyoti bittada esladim. Kiyimi bormi yo'qmi, lekin u aniq esimda yo'q. Menimcha kiyimi yo'q. 100-o'ringacha ko'tarilmagan. 50-o'rindagi kiyimni ko'rdingiz. Mana bu joyda AKM Kalashka skin bo'lgan. Kuchaytiriladigan skin bo'lmasa ham Royal Passdan berilgan avtomatlarga skilllar o'yinchilarga juda ham yoqqan oldingi paytlar, chunki o'yin o'ynab turgan paytingiz qop-qora rangli quroldan ko'ra rangli qurol baribir hammaga ham yoqqan. Mana 100-o'rindagi kiyim. Oldinlari oddiy telefonda ko'ringan bo'lishi mumkin, lekin hozir juda ham chiroyli ko'rinadi mana shu kiyimlar. 2020-yil noyabr oyida 16-Royal Pass Metro Royal nomli Royal Pass o'yinga qo'shilgan. Balkim mana shu sezon Metro Royal rejimi ham qo'shilgan bo'lishi mumkin. Aniq esimda yo'q to'g'risi. Birinchi o'rinda ko'rdingiz, ikkita kiyim tanlasa bo'lgan, qaysidir bittasini tanlab olishimiz mumkin bo'lgan. Emotsiyalarga qaranglar, bombaligiga. Bu emotsiyalarni hozir bunaqangi emotsiyalarni topish juda ham qiyin. Emotsiya degan nomiga mos bo'lganda oldingi emotsiyalar, hozirgilari bir raqs, bir balolarni qo'shib tashlashgan. Xuddi emotsiya qilib tasavvur qilinglar, nimanidir gapirishni iloji ham bo'lganda emotsiya yordamida. Rostakasim, emotsiya degan nomi bo'lgan. Masalan, qandaydir yutqizib qo'ysa, yig'lagan emotsiyalar, shunga o'xshash narsalar bo'lgan. Hozir raqs, bir balolar qo'shilib ketgan. Qaranglar, yoraman degan ma'noni bildirib turgan. Sumkasini ko'rdinglar qandayligini bu Royal Passni. Oxiridagi mana mifik kiyimi. Bu ham chiroyli bo'lgan o'sha paytda. Qaranglar, qanaqangi chiroyli, go'zal bo'lgan. Mana bu joyda boshqa sovg'alar va skilllar ham bo'lgan. 17-Royal Passimiz 2020-yil yanvar oyida taqdim qilingan.
Mana bu Royal Pass'dagi sovg'alarni barchasini ko'rsatib o'taman har doimgidek 100-o'ringacha qanday sovg'alar berilgan. Mana shu Royal Pass'da ham adashmasam hozir bitta yaxshi skin bor edi. Oxiridagi 100-o'rindagi skin adashmasam. Ikkitani tanlash imkoniyati bormidi? Aniq esimda yo'q, hozir ko'ramiz. 100-o'rindagi emotsiyasini ko'rishinglar mumkin. 25-o'rinda emotsiyasi. Bu Royal Pass'da e'tibor beringlar, 3 ta joy bo'lgan. 3-pastdagisini menimcha UC'ga ochganimizdan keyin o'zi ochilgan. Aniq esimda yo'q. O'sha paytlaridagi Royal Pass'larni bergan sovg'alar menimcha shu UC'ga sotib olganimizdan keyin o'zi berilgan. Mana 100-o'rindagi adashmasam kiyim yo 50-o'rindagimi? Yo'q, shu 100-o'rindagisi mana. Ikkitani tanlash kerak bo'lgan. Mana shunisi bu emas, mana bunisi juda ham chiroyli bo'lgan. Kimga qanaqa, kim qaysi birini tanlagan bo'lsa, mana shunisi lekin juda ham chiroyli bo'lgan, sababi bosh kiyimiga e'tibor beringlar. Orqa tomoni juda ham zo'r qimirlaydigan bo'lgan bosh kiyimini. Adash 100-o'rinda degan ekanman, bu 100 emas, 60-o'rinda bergan ekan. Uzr, 50midi, 60midi. 100-o'rinda boshqa kiyim bo'lgan, hozir ko'rsataman uni. Ko'ramiz to'g'rirog'i. E'tibor beringlar, mana. 100-o'rindagi kiyimi. Emotsiyasi bo'lgan buni. Oh my god. Lekin mana bu kiyimlar juda ham chiroyli bo'lgan menimcha, eng oxirgisidan ko'ra. Bu birinchisidagini tanladim, menga ikkinchisidagi yoqardi. Gap bo'lishi mumkin emas. Uziga skin hozir yana birma-bir ko'rib chiqamiz. Mana bosh kiyim, brelok, kaskasi, granataga skin. Mana shunisi zo'r obzor bo'lgan, mana samolyot. Bu samolyot ham bor menda. Diamond Airplane, mana mifik kiyimini mana shuni tanlab oldi. Resplendent Daven degan qanaqangidir set. Bu bosh kiyimi. Bosh kiyimi ham alohida mifik hisoblangan. M16A va mana 100-o'rindagi Guardian Armor seti ekan. Bu skin lekin menda yo'q. Agarda mana shu skin sizda bo'lsa, kommentariyaga yozib keting. Old o'yinchilardan bittasi bo'lasiz agar mana shu skin sizda bo'lsa. Royal Pass'larning bir animatsiya ko'rinishlari ham juda ham chiroyli bo'lgan, e'tibor beringlar. Mana 17-Royal Pass'dagi UAZga skin. Boshqacha katta UAZga skin bu. Qaysidir bittasini UAZni olib tashlashgan edi. Adashmasam orqa tomoniga qandaydir mato yopilgani PUBG'dan olib tashlangan edi. O'rin kiyimini yaqinroqdan ko'rinishi. 50-mi, 60-o'rindagi va mana kaskasi. Bosh kiyimi qaranglar, alohida mifik bosh kiyim. 2021-yil 18-Royal Pass. RP emas bizni, RP. Ketma-ket 3 marta sotib olganimizdan keyin bizga nima berardi? Nima edi? Aniq esimda yo'q. Royal Pass'ning kiyim va skill'larini ko'rishingiz mumkin. UC'ga ochib olyapti. Missiya bajarib o'tirmasdan darrov 100-o'ringacha ko'tarib olmoqchi edi. Afsuski bu 71-o'ringacha ko'taribdi. Uni ham keyin 29-o'rinini ko'tarib yuborsa bo'ladi. Mana shu joyda missiyalarni yana qayta bajarsa, UC'sini qaytarib beradi. Yo'q, 100gacha ko'tarib qo'yar ekan. 100gacha ko'tarib qo'ydi ana. 91 bo'ldi. 20 ta ko'taradi. To'g'ri. Ana endi mana mifik kiyimni qaysidir bittasini tanlaydi. Bu rangida farqi bor ekan. Va UC tomonini tanlab UC'ni olardik. Yashil и pushti rangligi bo'lgan. Ikkalasi ham bir xil, faqat rangida farqi bo'lgan. Ko'rinishi bir qiz bolalarniki-yu, lekin menimcha qiz bolalar PUBG o'ynasa mana shu skilllar borligiga xursand bo'lsa kerak. Ana shu samolyot bor edi. Bu bosh kiyimi qimirlab turadi, bosh kiyim bilsanglar. Ana shu bosh kiyimi yo'q. Bosh kiyim deyiladimi, bilmadim, u soch, soch. Orqa tomoni qimirlab turardi. Shu ham juda ham chiroyli soch bo'lgan. Kimgadir bir chiroyli soch bo'lmasa, oldingi sezonlardagi mana shu qimirlaydigan soch ham juda ham chiroyli bo'lgan.
Ko'rdinglar, 100-uringacha bo'lgan sovg'alari mana shu Royal Passda shunaqa bo'lgan. 18-Royal Passimiz. Kaskalari va ko'zoynaklari. Xo'sh, 2021-yil may oyida o'sha PUBG'ni S sezon seriyasini yakunlab bergan Royal Pass mana shu bo'lgan. PUBG'da mana shu S sezon seriyasi, ya'ni erasi tugashini nima desa bo'ladi, tugashiga chiqarib berilgan Royal Pass mana shu 19-Royal Pass bo'lgan. Bundan keyin PUBG'lar nomlanishi M1 Royal Pass, shunaqangi Royal Passlar nomiga o'zgarib ketdi. Keyinchalik A Royal Passmi shunaqangi aytilishlar nom bilan chiqarib ketdi. Eng zo'r, eng old way, eng PUBG'ni peak uringa chiqarib, ya'ni peak urin davrida chiqqan Royal Passlar mana shu 19-Royal Passgacha bo'lgan. O'zi sezgan bo'lishinglar mumkin, oxirgi 17, 18, 19 Royal Passlar 17 demasak ham 18, 19 mi yoki bo'lmasam shu 19 ni o'zini deymizmi? Qandaydir boshlab yuborishgan, mana hasharot bir balolarni anglatib yuboradigan kiyimlarni qo'shishni boshlab yuborishgan. Undan u yog'iga o'zi bilasizlar bir wow deydigan kiyimlar, orada bitta ikkita mifik kiyimlar qo'shilmagan bo'lsa, uni ham qo'shgan bo'lsa ham qaysidir bir mifik kiyim yoki bo'lmasam X kostyumdan o'g'irlagan holatda, qandaydir o'zgartirib qo'ygan holatda qo'shib Royal Pass taqdim qilib kelishyapti. Men shu joygacha tayyorladim, 19-Royal Passgacha. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, undan u yog'i davomini ham chiqarishga harakat qilaman. Mana shu videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozing, ha chiqaring biz ko'ramiz desanglar, bitta like bosib kommentariyaga izohlarda chiqaring aka kutamiz deb ketsanglar, undan ya'ni 19-Royal Passdan undan u yog'iga barchasini yana davom ettirib bitta videoga sig'dirishga harakat qilaman. Hozir mana shu 19 ta Royal Pass videosini o'zi naqd 40 daqiqa bo'lyapti. Zerikib qolmadingiz deb o'ylayman. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta bitta like bosib ketish esingizdan chiqmasin. Barcha davr, ya'ni oldingi davrlaringizni eslatgan bo'lsam, bitta like bosib kommentariyaga fikringizni yozing. Men o'zim ham shuncha davrdagi Royal Passlarni ko'rib maza qildim. E'tibor bering, oxirgi 19-Royal Pass S 19-sezondagi Royal Passdagi sovg'alar. Qiz bolaniki bo'lgan, o'g'il bolaga hasharot skini bo'lgan. Unda ham qaysidir bittasini tanlab, o'zimizga yoqqanini olish imkoniyati bo'lgan. Mana e'tibor beringlar. Chap tomon va o'ng tomon. Menimcha o'ng tomondagisi ixchamroq bo'lgan. Ko'plar baribir o'g'il bolaga skin deb chap tomondagisini olishgan bo'lishi mumkin. Xo'sh do'stlar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizlarga kattadan katta rahmat. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.